Xo'p, assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Mana o'sha mashhur Bosfor meshalkamiz 50 kiloligi. Xo'p, buni gohida bu tokka qo'shilgan vaqtida qattiqroq ovoz chiqishi mumkin. O qattiqroq ovoz, hozir bunda ovoz yo'q. Uni solgandan keyin umuman batamom yo'qoladi bunda. Hozir mana uni hisobiga yo'qligini hisobiga shunaqa ovoz. Shunaqa ovozi qattiq chiqadigan bo'lsa, qaysidir meshalkani bo'lsin, boshqasini bo'lsin, ovozlari qattiq chiqadigan bo'lsa, hop, mana bu Bosfor meshalkamiz haqida oxirgi batafsil ma'lumot berib qo'yaylik. Bu 1,5 kilovatlik original motor qo'yilgan, sifatligi. Shunaqa qattiq ovoz chiqadigan bo'lsa, mana bu korpusini yechib olinadi. Mana bu joylariga o'sha rezinka tashlanadi. Rezinka tashlab, mahkam qilib qotib tashlasanglar orqasini, ovoz yo'qoladi. Faqat motorda ovozi qoladi. Motorda ovozi unaqa baland emas. Motorda ovozi qoladi. Hop. Oddiy 220 ga ishlaydi. 3 fazaligi ham bor edi, hozir yo'q, qolmagan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan ma'lumotlarni telefonda batafsil yetkazib beramiz.